Xo'p, hamma narsa kichkina qadamlardan boshlanadi. Ayniqsa diabet kasalligi, gliko'zlarga o'xshagan yo boshqa autoimmun kasalliklarga o'xshagan birdaniga boshlanib qolmaydi, ya'ni uning tarixi bo'ladi. Hamma narsa glukoza o'ynashidan boshlanadi. Qattiq stress bo'lishi mumkin ba'zida, lekin bu shu mexanizmga borib keladi hammasi. Glukoza birinchi o'ynaydi. Glukoza o'ynashi nimadan kelib chiqadi? Och qoringa energetik, och qoringa Coca-Cola, och qoringa shakar solingan napitkalarni ko'pchilik ichadi. O'zim juda ham ko'p guvoh bo'laman. Ovqat o'rniga ham ko'chada kola ichib ishini bitirib yurishadi. O'ziga befarq bo'lishadi, tanasiga, sog'lig'iga. Och qoringa ovqat o'rniga shirinli ovqatiga kelganda faqat xamirli mahsulotlarni yeyish ham xuddi shunaqa glukozani juda o'ynatib boradi. Ovqatlarni oldiga soat qo'shmasdan o'zini yeyish xamirli ovqatlarni ham glukozani o'ynatib boradi. Glukozani o'ynash birinchi qadam bo'ladi. Keyin insulinsiyentlik boshlanadi. Insulinsiyentlik davom etganda prediabetga aylanadi. Prediabetdan diabetga o'tadi. Diabetga qanaqa ahamiyat berishingizga qarab, o'zingizni qanaqa kontrol qilishingizga qarab stabil ketishi mumkin yoki nostabil ketishi mumkin. Bu sizni yeyotgan ovqatingizga va sahringizni qanchalik kontrol qilishingizga, yo yuribsizmi, yo sport bilan shug'ullanyapsizmi yoki yotibsizmi uyda ovqatdan keyin shunga bog'liq bo'ladi. Nostabil diabet, ya'ni qonda glukoza o'ynash juda ham ko'p bo'lgan diabetning asoratlari tez keladi. Katarakta, atrofiyalar, amputatsiya, nefropatiya. Va diabetik bo'lgan odam asoratlari unga qanchalik tez kelishini 90-95% o'zi boshqaradi.